doim shunaqa muammolar ko'p bo'ladi. Qishloq aytgancha seni ham unday bo'lganda, to'g'rimi? Uyingga kira olmaysan sen ham. Ha, men ham kira olmayman. Ha, hozir top turib obunachilarimiz olmosh olay. Barchaga salom sizlar. Men Teshovoy bizning yangigina videomizga xush kelibsiz. Bolalar, короче, bu yerda nima bo'ldi deyotgan bo'lsangiz, короче, biz mana bu uyimizga kira olmayapmiz. Sababi mana bu joyda juda ham katta yama bor. Yamani kim qilgan bo'lishi mumkin deyotgan bo'lsangiz, albatta griferlar qilib ketdi. La'natli griferlar va admin ularga ban berdi, lekin mana buni ustachilar hozircha to'g'rilashyapti. Mayli, biz esa nima qilishni bilmaymiz. Ko'chada o'tiribmiz. Nima qilsam bo'lar ekan? Mayli. Ko'raylikchi. Aytgancha mana hech qayerdan kirib bo'lmaydi. Hamma yerda to'sib tashishgan. Ustachilar ham kirgizmaydi. Mayli. Nima bo'lsa ham mayli. Hisoboy nima bo'ldi? Mer qandaysiz, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, nima bo'ldi sizlarga? Mer bilsangiz mana bu yerda o'sha griferlar kelib, hamma yerda portlatib yama bo'lib qolgan. Shunga qayiqib nima qilishni uyimizga kirgizmayapti ustachilar. Xavfli deyishyapti. Shunga nima qilishni bilmay qoldim. Ha, bo'pti. Men qarachi ikki kunga aytib ketyapman. Qarachi shaharga ketayotgandim. Sizlar meni uyimda yashab tursanglar bo'lmaydimi? Mayli, bo'laveradi. Mayli, yashasam yashayveraman. Qani ko'raylikchi o'zi uyingizni. Ichini bo'shatib qo'ygizmi? Ha, aytyapman-ku, buni ikki kunga qarachi qarindoshimni uyiga ketayotgandim. U shaharda yashardi. Tushunarli. Mayli, yashab tursam yashab turaman. Faqat bir muammo bor. Qanaqa muammo bor? Qishloqni nima bilan qo'shniman bilan yashaysan. Mayli, menga farqi yo'q, yashasam yashayveraman. Bo'lmasa mayli, men ketdim. Qayoqqa? To'xtab turing, ular hamma yoqda qilib keyin ketasizda. Bo'pti. Hozir to'xtab turing, olsam hozir narsalarimni olib kelib olay. Cho'tki yo'l. Hozir mana narsalarimni olib olaman. Hisoboy nima bo'ldi? Qo'shni, короче, siz narsalaringizni olib borib turavering. Aytdi, короче, o'zi. Xo'p. Bo'ldi, хорошо. Uzr, bilmasdan, хорошо. Bizga mayli, bular ham kerak bo'lib qoladi. Let's go. Mana men keldim. Qayoqqa joylashib yuborsam bo'larkan? Hoppa, mana bu joyga o'zimning narsalarimni va bu yerga sandig'imni qo'ysam, ichiga narsalarimni solaman. Cho'tki. Хорошо, bularni bizga kerak. Mana bu yerga qo'ysam, bu yerga kompyuterimni ham olib kela olaman. Hoppa, bo'ldi, qo'yib qo'ydim. Hisoboy nima hamma joyda senga kelib o'rgansa, men ham joyimga qo'yishim kerak. Men birinchi keldim. Men hamma yerga kelib qo'yibman. Mana joy bor-ku. Qanaqa menga hamma joyda kelib olasan? Men bu yerda sig'mayman-ku, narsalarim sig'maydi. Sig'averasan-da, muncha qilasan o'zingcha. Qarachi menga baribir. To'xtanglar, urishmanglar. Hozir bo'lmasam joyni bo'lishamiz. Qanaqa qilib bo'lishamiz? Xo'sh, bo'lmasam joyni o'rtasidan bo'lamiz. O'rtasidan qanday qilib ko'rsatib bera olasizmi? Hozir ko'rsataman. Shunaqa qilamiz deyotganmidingiz? Ha. Bo'ldi-da. Demak, men o'zimning tarafimga o'tib olsam bo'ladi. Narsalarimni, xo'sh, hozir ichkariga, bo'lmasa men mana bu tarafni to'layman. Shunda cho'tki bo'ladi. To'xtab turinglar. Hop. Men shu tarafni to'layman. Nimaga sen katta oynak tarafda yotishing kerak? Men birinchi keldim bu yoqqa, to'g'rimi? Birinchi men keldim va endi men shu yerda yotaman. Nimaga sen yotishing kerak, men yotishim kerak? Yo'q, men. Yo'q. Bo'ldi, bas qilinglar. Xo'p. Короче, tanga tashlaymiz. Agar kimniki tushsa, o'sha katta oynak tarafda yotadi. Xo'p, bo'ladi, menga farqi yo'q lekin. Xo'sh, bo'lmasam men tanga tarafini tanlay qolaman. Xo'sh, bo'lmasam orqa tarafini.
Bosam, hozir shu oppa bo'ldi. Xo'sh, qishloqqa katta oynak tarafda yotar ekan. Voy. Mayli. Ore, 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 ore. Ha, mayli, ko'laver. Xursand bo'l. Ha, yaramas. Qoch, tur. Narslaringni olmaysanmi? Nimaga men tarafga qo'yib olding? Yo'qol, o'zingni tarafingga yo'qol. Buncha aytib qolasan, rozi bo'lib ketyapman-ku. Sizlar aytib qolgan bo'lsanglar, men ketdim. Ha, mayli, yaxshi boring, mer. Xo'p, bo'pti, men ketdim, bo'lmasam shaharga ketishim kerak. Hozir taksida kechib qolyapman. Ketdi, sen shu tarafda turasan, men mana bu tarafda turaman. Narsalarimni olib olaman bo'lmasam. Hozir to'xtab tur. Hozir chiq men joyimdan. Hozir to'xtab tur, men narsalarimni olib olay, keyin ketaman-da. Mana bu. Hozir mana buni ham olay. Bo'ldi, sen o'sha yerda tur. Men shu yerda turaman. Хорошо, cho'tki yo'q. Hozir o'pa cho'tki va mana bu yerga cho'tki, mana buni o'pa cho'tki ichiga aytgancha narsa solib qo'yish kerak. Mana. Bo'ldi. Короче, bularni qayerga qo'ysam bo'larkan? Nima qo'ysam? Yo'q, bu yerga chiroyli turmaydi aniq. Xo'sh, cho'tki deya, mana bu yerga qo'yib qo'ysam, uncha mishat bermaydi. Buncha zo'r. Mayli, kulaver. Ha, ozgina katta kichkinalik qilyapti, mayli. Katta-yu mayli. Ha, mayli, ko'ramiz hali. Ko'ramiz. Ha, xo'p, bo'pti, o'zing nima qilasan? Ko'rsatchi o'zingni bitta. O'zing hech narsani qila olmaysan. Hozir ko'rib turasan meni, qarab mana buni. Ko'rdingmi? Oho, ikkitali divon yaxshi. Hali ko'rmabsan, bundan ham zo'rlari bor hozir. Opa. Hozir, opa. Nima, jinimisan oy, hamma yer tutab ketadi hozir. Buni ham yo'lni topib qo'ygan. Hozir men senga ko'rsataman. Mana buni qo'yib olay, xo'sh, zot turdi. Jinni nima qilyapsan? Voy, jinni qishloqqa nima qilyapti? Hozir ko'rsataman, hozir mana buni sindirib qo'ysak, ana bo'ldi endi. Ayni bo'ladi. Voy, jinni. Men tarafdan o'tma. Voy, sovuq kiradi-yu. Sen ishingni, men meni tayyorlatobga. Ha, mayli. Xo'sh, mana bu yerdan eshik qilamiz. Voy, jinni nima qilyapsan? Xo'sh, hozir buni opa. Voy, jinni, bola nima qilyapti bu jinni? Opa, voy cho'tki. Voy, jinni. Sen ishing bo'lmasa voy ishing. Qara cho'tki, mutki. Bo'ldi, men shu yerda uxlayman endi. Uyqum kelyapti. What the fuck? Bola, tushunmayapman hech narsaga. Bola, bu ashi jinnimi? Bola, qara, ashi jinni-yu bu jinni. Aniq 100%. Hozir opa. Voy, bola, bu aniq jinni. Jinni 100% tomiga yetgan jinni. Voy, bola, qishloqni tomiga yetgan, aniq tomiga yetgan bola. Nima, qishloqqa jinnimisan? Voy, qorayib qopti o'sha. Qishloqqa hozir, boshing qizib ketadi, yonib ketasan. O'tma. Hop, choq. Nima, uxlayaptimi? Mayli, o'tmay qo'yaveraman. Lekin hozir, qaramon qorayib qolibdi. Menga o'sha bor. Shu. Voy, xuroching o'zingdan 2 barobar battar. Unisiga qara, hozir yonib ketasan. Ha, mayli, o'zing bilasan yana. Mayli, o'zi biladi yana o'zicha. Ha, mayli, o'zimizga maza qilib, siqiladigan narsalarni olib kelaman. Ha, ketdim. Narsalarimni ham olib oldim. Endi sekin kirsam ham bo'ladi. Boshim. Ha, aytdim-ku, aytib tursam ham baribir qilding shu ishingni. Sen ishing bo'lmasa xohishim. Ana, boshing o'zing qizib turibdi, ko'rmayapsanmi? Sen ishing bo'lmasa xohishim. Ha, mayli, o'zing bilasan. Men esa o'zimga cho'tki qilib narsalar olib kelganman. Mana buni olib turamiz. Hoppa. Buncha zo'r. Ha, zo'r ko'ryapsanmi? Mana bu yerda suv, choy ichsang bo'ladi. Mana bular ko'ryapsan. Cho'tki endi joyiga qo'yib qo'yganmiz va men albatta kompyuterimni. Kompyuterim sen menga yagonasan. Shunga kompyuterimga ham albatta qanday qilgani joy qo'yib olib kelganman. Opa.
Wow. Ha, cho'tka, lekin hali bu emas. Ko'ryapsanmi? Mana bu versakni, mayli. Turaversin, zato mana bu ko'ryapsanmi? Wow, kulma begim, kul. Elli, meni sening ishing bo'lmasa, xohishim. Wow. Ha, shunaqada. Xo'sh, bizga yana soati bor. Mana bu yerga. Хорошо. Va bizda akvarium bor, hozir topdik. Poloz bor aytgancha. Lekin negadir sig'mayapti. Ko'rdingmi, polozing sig'mayapti. Zato poloz kerak emas menga. Bu qaranglar, menda akvarium bor. Wow, akvarium. Qanaqa akvarium? Bu akvarium. Tushunmaysanmi? Wow. Ha, qara senikini уже o'libdi. Qanaqa meniki ham chiroyli. Ha, hozir sen ko'rasan. Mana buni ko'ryapsanmi? Bulbulcha, o'zimni bulbulcham. Qaranglar, sayrashini ko'ryapsanmi? Wow. Iltimos, boy. Nima deysan? Hech narsa, seni ishing bo'lmasin. Meniki ham senikidan judayam zo'r. Ha. Mayli, o'zing bilasan, to'g'rimi? Qaranglar, meniki chiroyli nima yerda o'ynab o'tiraman. Mana bu yerda kofe, gul, qaranglar, kitobim o'qib o'tiraman. Xohishimni soatni qarasam bo'ladi. Mana bu yerda akvarium bor. Akvariumning ichida ilerida ko'rsam bo'ladi, qaranglar. Oppa. Ha, senikida-chi yo'q. Seni ishing bo'lmasin. Ha, mayli, o'zing bilasan. Bo'lmasam kompyuterimni chuqurlab o'tiraman. 2 kundan so'ng. Soat nechi bo'ldi? Xo'p, уже 2 kun o'tib ketibdi. Hisob yaxshimisan? Juda ham charchadim. Ha, ahvoling juda ham yomon, xarob. Hamma yer уже qorayib ketibdi. Nima deysan? Senikidan cho'tki, meniki ko'rmayapsanmi? Qara cho'tki. O'zim ham tetikman. Ha, bilinib turibdi. Seni ochchi ishing bo'lmasin. Ha, mayli, meni ishim bo'lmaydi. Kimdir duqillab ketdi. Iltimos, boy, eshikni ochma. Ha, lekin bunga men majburman. Ha, mer, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Buni kim qildi? Ha, men emas. Bu uzr, seni deb o'ylabman. Seni adashmayapman. Husaboy, qanaqa Husaboy adashib ketadi, uzr. Qishloqqa nima deb ayta olasan? Iltimos, meni kechiring. Qarachi, seni uying bitdi. Rostdanmi? Ha. Sen qishloqqa esa shu yerlarni hamyonni tozalab, keyin uyiga borsang bo'ladi. Ungacha hamyonni tozalab qo'y bo'l. Xo'p, kechiring. Ha, yes, uyim toza butibdi. Ko'rgim kelyapti. Urre, butibdi. Endi uyimga kirsam ham bo'ladi. Let's go. What the fuck? Ha, mayli, nima bo'lsa ham, bu yerda o'zim to'g'rilab olaman. O'zimning uyim. Yaxshi. Sizlar men Tesha bo'ldim. Keyingi videomda ko'rishuncha hammaga xayr. Sizlar men Tesha bo'ldim. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.